Uchinchilar. Low kick. Front kick. Tushirib yubordi raqibni. Qarshi olgandi. Chap qo'l yon taraflama zarba mo'ljalga boryapti. Ikkilik zarbasi yana bosh qismga o'tyapti va qo'l ko'tarishga majbur. Asilbek Isroilov. Backfist, low kick, ana oddiy ishlashni boshladi endi. Bor mahorat namoyish etyapti. O'sha Nodir Mo'minovning keskin ovozda bergan qo'shiqlari menimcha hozir ish bermoqda. Bobur Rahmonov ham o'z shogirdiga Navoiy viloyati vakili bu yerdan bo'ldi, yechilib ketdi. Front kick. Yana front kick. Ikkilik zarbasi low kick. Bu kombinatsiya jang mobaynida ish beryapti. Qarang, istalgan qo'l zarbasi bo'ladi, o'sha yon tarafdan bo'ladi, to'g'ridan yo'llangan zarba bo'ladi, farqi yo'q. Istalgan vazifadan keyin low kickni to'xtatmayapti. Kombinatsiyani davom ettiryapti. Har biri deyarli aniq chiqayapti, mo'ljalga boryapti. Mana e'tibor qarating. Hozir clinch. Ikkilik zarbasi bosh qismiga o'tdi. Jang yakuniga yetmoqda. Do'stlar, katta ustunlik yakunida Marodil Odilov o'smirlar o'rtasida bir yo'nalishda 48 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida Odilovning g'alabasi. Mehnat to'kilgan, qancha ish qilingan hozir biroz